ichida men sizlarga har darsda yozilgan fayllarni mana shu ichida yozib boraman. Mana shu papka sizlarniki bo'ldi endi. Xo'p, qaranglar, Ctrl plus bilan yaqinlashtirasizlar, Ctrl minus bilan uzoqlashtirasizlar. Ctrl bosib turib plusni bossalaring o'zgaradi, Ctrl bosib turib minus bossalaring uzoqlashadi mana. Tushunarli? Xo'p, mana bu narsa fayl ochib beradi, bu narsa papka ochib beradi. Hozir mana bu narsani deb bosamanda, birinchi darsimizmi? Hello deymanda .py deyman. Qaranglar. Qanaqa ma'lumot turlarini bilamiz biz? Mana bu yerga qaranglar. Qaranglar. Nom yozilindi, faylda nom yozilindi. Formatlarimiz bor-a bizda? Formatlarimiz bor. Ya'ni rasm format bor, MP3 format bor, kino formatlar bor-a? Rasm formati nima edi? JPG. Ikonkasi o'zgardi, qaranglar. Yana videoniki MP4. Mana MP4. Hop, MP3 niki MP3 mana o'zgaraveradi. Mana shu faylni anosi nuqtadan keyin uni formati yozilishi kerak. Hop, qanaqa dasturlash tillarini bilasizlar? JavaScript, JS mana JavaScript ikonkasi. Yana nima? Java mana. PHP masalan, PHP mana. Yana nima? HTML mana taglar. C# mana C#. CSS mana C#, C++, C dasturlash tili mana. Yana qanaqa dasturlash tilimiz bor? Python bor. Py mana Python ikonkasi chiqdi. Enter deb bosasizlar. Imetda mana bunaqa narsa chiqadi. Bu tomonga o'tib qoladi. Xo'p, misol men hello ni o'rniga salom yozmoqchiman. Yana ustiga olib boraman, uni tugmani bosaman. Rename turibdi. Bu VS Code obzori bu. O'zgartiraman. Salom. Nuqta bilan py turaversin, o'zgartirmaylar uni. Mana enter deb bosasizlar bo'ldi. Mana o'zgarib qoldi. O'chirib tashlamoqchiman. O'ng tomonni bosamanda belgilab turib delete deb bosaman, bo'ldi, o'chib ketadi. Tushunarli? Xo'p. Mana bunga kiramanda endi hello.py. Orada probel, ya'ni shunga o'xshash narsalar yozib o'tirmaylar, mana bo'ldi. Enter deb bosasizlar, qator tashlab beradi mana yangi abzasdan. Endi qaranglar. Bo'ldi. Tushunarli, ha? Xo'p, keyin uzoq bo'lib ketibdi. Yaqin. Ko'rinishi yaxshimi? Yaxshi. Xo'p, mana uni bitta bosasizlar, bunaqa, bu qo'la bitta bosasizlar, bunaqa. Endi qaranglar, mana bu 3 ta deraza chap turibdi-ku men yerda, bittasi uchib ketayotgan. Bosasizlarda extension sketch qilasizlar. Ya'ni birinchisi Python o'zi. Python birinchisida chiqadi. Mana Python mana bunaqa chiqadi sizlarda. Menda sketch qilganligim uchun chiqmayapti. Mana install degan narsa chiqadi mana shunda. Bitta bosasizlar bo'ldi, sketch qiladi. Keyingisi code runner. Mana bunaqa ikonkada .run. Mana bunaqa install deb bosib qo'yasiz bo'ldi. Keyin C++. Mana C yoki C++ mana buni ham sketch qilib qo'ya olasizlar. Tushunarlimi? Bo'ldi. Shu ikkalasini sketch qilib qo'yasizlar, yetadi. Undan keyin endi hozir boshidagi prezentatsiyadagi ma'lumotlarimiz kodni sketch qilib, Python VS Code'dan sketch qilib, mana bu ma'lumotlarni miyalarini to'ldirib tashlamasdan ozroq ma'lumot ko'rsataman-da, uyga vazifangiz shunga qarab berib yuboraman, bo'ladimi? Xo'p, birinchi narsalar qaranglar. Biza nima emasmiz? Front-end emasmiz. Bizani qiladigan hamma narsalarimiz nimada chiqmaydi? Nima? Internet brauzerda ko'rolmaymiz biz. Bizda terminal bor. O'shandan chiqib pastdan bunday o'yna doska chiqib, o'sha doskada natijani ko'rib olamiz. Xato kod bo'lsa, o'sha xatoni o'sha yerda ko'ramiz. Endi qaranglar. Mana bunga faylga bosasizlar. Mana autosave bor-ku, shunga bitta galichka qo'yib qo'yasizlar. Bitta bosib qo'ysangiz mana galichka paydo bo'ladi. Undan keyin mana bu boltni gaykani shunga bosasizlarda, settingsga bitta bosasizlarda, keyin code run deb yossalaring, mana bunaqa narsa o'yinga chiqadi. Kod deb yossam hech chiqmadi. Run. Ikonkasini chiqarish uchunmi? Nega? Xo'sh. Run kodni terminalda chiqarishim kerak edi. Run deb yossam. Sizlarda chiqadi mana shu narsa, menda cho'ta chiqmadi. Hop. Nima qilaychi? Menda bor bu, shuning uchun nima qilmadim. Xo'p, yaxshi. Undan keyin mana men yerdan turib, mana unga bosasizlar, ham Python faylga bitta bosasizlar, mana yerda chiqarib beradi mana. Hozircha hech narsa yozmaganligim uchun mana bu narsa chiqdi. Ya'ni qaysi papkani ichida turibman mana? Software, Trampoline Backends, Group 16 ni papkani ichida, hello py faylni ichida turibman mana. Bu yopilganligini bildiraman. PC, PS.
Xo'p, birinchi ko'rsatayotgan narsam bu print. Ya'ni natijalarni biz ko'rishimiz kerak ekan. Xo'p, qaranglar. Assalomu alaykum. Matnlarni nimaiki matn bo'lsa qo'sh tirnoq ichida yozar ekansizlar yoki bir tirnoq ichida. Mana. Assalomu alaykum. Endi mana bunga bosaman, qaranglar mana. Bir marta bossalaring, mana bu tugma run deyiladi. Run qilinglar desam ishga tushiringlar bo'laman. Bitta bosaman. Mana. Sizlarda mana bunaqa terminallar chiqish kerak. Mana ko'k chiziqcha terminal turishi kerak. Sizlarda mana bunda turishi mumkin. Debug konsolda. Shunda mana buni bosib berasizlar mana. Run Python faylni. Mana assalomu alaykum chiqib ko'rdilaring. Bo'ldi. Ishlatib ko'ramiz. Endi qo'sh tirnoq bilan bir tirnoqda farqi bor bu yerda. Qanday? Masalan, assalomu alaykum O'zbekiston bo'lsin, ha? O'zbekiston bo'lsin. Mana. Qaranglar. Dastur xatolik qaytarayotgan bo'lsa, mana bu yerdagi faylning rangi qizil bo'lib qoladi. Nechta xatolik turi bo'lsa, shuni qaytaradi. Ikkita xatolik chiqdi hozir. Keyin qaysinda deydi? Mana buni qizarib qoldi, qaranglar. Time bunaqa qizil to'lqincha bo'lib qoldi. Ya'ni xatolik bor bunda dedi. Bu nima? Qaranglar, farqini tushuntiraman. Qo'sh tirnoq o'ziga o'xshaganini, mana qo'sh tirnoq bilan o'xshatlaring hozir. O'ziga o'xshaganini topsa bo'lib yopadi. O'sha matnni chiqaradi keyin. Qo'sh tirnoq chiqardi. Boshladim, matn kiritdim. Qidiradi, bitta topdi. Qo'sh tirnoqmi bu? Bir tirnoq. O'xshamadi, bu bo'lmaydi deydi. O't ketaveradi. Topdimi? Yopdi, bo'ldi. Chiqaradi. Mana shu ichida narsa kerak ham senga deydi, deyman, shuni chiqarib beraman. Endi bir tirnoq bilan o'salaring, ketdi. Bu ham qidiradi. Mana o'ziga o'xshagan topdimi? Bo'ldi, yopadi shu yerda. O'zbekiston ko'chada qolib ketadi-da, bu yerda yana ochiladi-ku, nimaga topmayapti? Uni shapkasi qo'y deyishingiz mumkin. Dasturga tushuntirishingiz kerak buni. Uni shapkasi senga bilan o'xshash ochilingan bir tirnoq emas aslida, bu deb tushuntirishingiz kerak. Bu tushuntirish uchun siz mana bu slash, mana bu belgi drop deymiz-ku. Bu bunaqasi back slash deyiladi. Mana slash back slash. Mana shu belgini ko'rsatishimiz kerakmi biza? Mana unga? Ya'ni uni shapkasini ko'rsatishimiz kerak ekan. Ya'ni chap tomondan oldin bitta mana buni yozib qo'yar ekanmiz mana. Mana shu belgini qo'yib ketar ekanmiz. Qo'sh tirnoq bilan bir tirnoqning farqi shunda. G'ni misol shapkasi, uni shapkasi masalan. Mana shunaqa narsalar bo'lsa, shuni qo'shib ketamiz. Endi hozir men buni run qiladigan bo'lsam, ya'ni ishga tushirsam, mana bu backslash ham chiqib qoladimi? Yo'q. Dastur bunday o'qiydi. Mana bunga uriladi backslashga. To'xta deydi, bundan oldin belgi kelar ekan, demak bu bir slash bir tirnoq bilan yopilingan narsa emas ekan deydi-da, o'tib ketadi. Bo'ldi deydi. Mana buni topdim, bu backslash yo'qmi bu yerda? Bo'ldi, yopadi. Mana shu yerda chiqarib beraman. Endi ishga tushiraman. Natijani ko'rishimiz kerak. Mana. Masalan, O'zbekiston. Backslash yo'q, xavotir olmanglar, bemalol. Xo'p, mana bunga ham qo'ysalik bo'ladimi deydi bir xilla. Bo'laveradi, buni ham chiqarmaydi baribir. Chiqarsamiz. Tushunadingmi? Mana o'qitishim. Endi mana bular oldiga hashtag qo'yib qo'yibman. Hashtag. Qaranglar, bu kommentariy deyiladi mana bular. Yashacha bo'lib turibdi-ku. Buni odatda nima uchun foydalanasizlar? Ishlatilmaydigan dasturlarni, lekin shunga qarab qanaqadir narsa yozmoqchisizlar. Nima qilasizlar? Ishga tushiraverasizlar. Yozib qo'yaverasizlar. Lekin dasturni o'qiydi, ekranga chiqarmaydi mana. Raf ko'raman, hech narsa chiqarmaydi. Mana, yo'q. Ya'ni ko'zdan panada turadi-da bu. Bu nima uchun kerak? Qaysidir kodingizni ertaga shuni ko'raverasizlar, hali proyektda dasturlar qilsalaring. Bu kod nima uchun yozilganligi, izohga o'xshagan narsa-da. Xo'p, kommentariyalar o'zi nechta? Kommentariyalar ikki qismga bo'linadi. Bir qatorli bor, bir qatorli. Mana bu hashtag bo'ladi. Ko'p qatorli bor, keyin ko'p qatorli kommentariya. Bu nima? Mana qaranglar, 3 ta qo'sh tirnoq bilan ochasizlar-da, 3 ta qo'sh tirnoq bilan yopasizlar. Endi bitta narsa, sizlar dasturchisizlar, maksimum darajada mana buni ochib, bunday qilib, mana buni bunday qilib 3 tirnoq yozib o'tirishlaring kerak emas. Nima qilishlaring kerak? Sizlar tezroq proyektni tugatishlaring kerak ekan. Sizlardan nima talab qilinadi? Mana bular shuni hammasini belgilaysizda. Belgilab, masalan mana bunday belgilayman-da. Ctrl bosib turaman, so'roq tugmasini bitta bosaman, bir qatorli kommentariyga olib beradi hammasini. Yana Ctrl bosib turib so'roq bitta bossam, kommentariyadan chiqaradi. Ya'ni mana bu kod kerak emas, menga ekranga chiqish kerak emas hozir bu narsa. Ctrl bosib turib so'roq bitta bossam bo'ldi, hammasi kommentariyaga solib beradi, bir qatorli kommentariyaga. Nima farqi bor? Mana bir qatorlimi, ko'p qatorlimi bo'ldi. Nima demoqchiman? Mana bu sal noqulayroq ishlatishga. Ko'p qatorli. Mana bular hammasi kommentariyada bo'lishi kerakmi sizga? Nima farqi bor? Bir qatorlimi, ko'p qatorlimi, kommentariyada bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Bo'ldi shunday. Ya'ni o'tirishingiz kerak emas. Mana tippasiga bunday qilib 3 talik bunday qo'sh tirnoq yozib, so'ng mana buni bunday qilib olib, yo vaqtingiz zo'y ketkazib qo'yasiz.
Tushuntiradimi? Endi mana bu narsani printga ishlatsangiz qanday bo'ladi? Mana. Qaranglar. Hozir print faqat bir qator narsalarni chiqara oladimi desalar, yo'q. Yana boshqa narsalarni ham chiqaradi. Qaranglar. Assalomu alaykum. Hurmatli. Tushuntirishga oson shuda. Xo'p. Endi sizni ertalabki nahorga el oshiga taklif etamiz. Hurmat bilan otajon. Hop, bu nima degani? 3 tali qo'shtirnoq bilan 3 tali qo'shtirnoqdi. Ya'ni matnni print ichida yozdik, xohlaganingizdek qilib yozsangiz, sizga o'sha matnni shu siz qanaqa yozgansiz shuni chiqarib beraman. Hop. Taklifnoma yozyapmiz endi. Mana. Mana yerga endi ism yozib olasiz o'zlaringiz. Chiqarib beraman. Printerdan. Bo'ldi. Endi ishga tushiraman. Mana. Assalomu alaykum hurmatli palonchi pismadonchi. Sizni ertalabki nahorga el oshiga taklif etamiz, hurmat bilan o'tiring. Shu o'rtada Blackspace bor, Antispace'ni tashkil etadi, tamam? Antispace'ni tashkil etadi. O'zgartirmaydi. Agar mana bundan yozsam-chi? Mana bu devor bor-ku, mana bu devor. Hamma chetdan boshlanayapti-ku. Buniki mana bu yerdan hozir yopishib chiqadi-da bu. Shuning uchun buni ham hisobga olishingiz kerak. Undan ko'ra ikkilanmaylar-da, bitta internet bosib oling, mana qarang, xunuk bo'lib qoldi. Mana bularni devori mayetdan boshlandi. Assalomuni devori mayetdan boshlandi. Qo'shtirnoq tugash. Shunda bunday qilsangiz, mana endi boshqacha chiqadi. Boshqa tashga tushiramiz. Mana. Ko'rdingizmi? Undan ko'ra mayetga bitta internet bosib oling, mana mayetdan yozib ketavering. Hozir mayetdan bitta joy tashab, menga chiqarib beradi. Mana mayet bo'sh bo'lib qoldi, qaranglar. Mana mayet bo'sh bo'lganligini hisobidan. Tushunarli-a? Yaxshi. Xo'p, yana nimalar? Menimcha bugunga yetadi-yo. Men tushunmadim lekin. Men tushunmadim. Nimaga? Gazab qilyapti-ku. Yana ko'rsatsin. Yo, so'rang, savollar bo'lsa so'rasizlar. Men boshlab qolib ketdim. Nimaga? Kirishdan qolib ketdim. Kompyuterda hop, siz kirgan joyga siz bilan ozgina bo'lsa ham bir xil yurishadi demoqchiman. Hop, deylik, siz bilan Python kirib, VS Code'ga birga kirib. Shuna bo'lik, hozir hamma shunaqa-ku. Mana bular hali Python ham sketchadi, VS Code ham sketch qilganlar yo'q. Bular dars ko'rib o'tiribdilar. Siz kompyuter bilan bo'lib qoldingiz-da. Kamroq mana. Hayol sizga ketdi-da, sizga qarab o'tirman. Open folderlarni tushunmay to'xtab qoldim. Qaranglar, nimagadir tushunmasalaring, boshida nima qilinadi-yu? Hali unaqa qiyin narsa ko'rganimiz yo'q. Yetkazib olsangiz bo'laveradi. Qarang, hozir savollar bormi? Shu o'tirilgan narsa bo'yicha. Nimasiga tushunmadingiz? Yo'qmi savol? Savol yo'q. Bitta sizda nima bo'yicha? Dars bo'yichami? Video zapis bor. Video zapis bor. Tashlanadi. Agar qarang,